jertva bo'lib sevgan, xohlaganman. Hamma narsani xohlaganman. Lekin bu har doim ham to'g'ri yo'l bo'lmaydi. Men bu endi hammaning o'zining tajribasi. Lekin men aynan muloqotda ko'proq turmush o'rtog'imni his qilish boshlaganman. Aynan muloqotda. No, qaranglar, erkak kishi ayol kishini muloqotini ko'tara olmaydi. Chunki ayol biz emotsionalmiz-da, erkak kishi ular aqlan, logik ular faqat yechim xohlashadi. Erkak kishi mana biz ham sizlarning ham o'g'illaringiz bormi? Biz o'g'il bolaga qanaqa biz kuch beramiz, energiya, "Voy, sen kuchlisan, sen zo'rsan" degan narsani beramiz-da. Chunki sen ertaga boqasan, oilani, ayol kishiga mas'ulsan, o'zing uchun mas'ulsan. Bular mana shu javobgarlikni ham Alloh tarafdan, ham ota-ona tarafdan zimmasiga yuklanadi, erkak kishi logik hisoblanadi. Ayol kishi emotsional. Endi qarang, logik bilan emotsional inson topishdi. U o'zinikini tortadi, ayol kishi, erkak kishi o'zinikini tortadi. Mana shu joyda gaplashish yo'q bo'lgani uchun, kelishuv yo'q bo'lgani uchun bir-biri bilan keyin jiqilnishuv bo'ladi. Suhbatlashmadi. Misol uchun, meni o'zimning tajribamda bu siz etapingizdan ham o'tganman. Ajrim holatini ham xohlaganman, keyin jertva bo'lib sevgan, xohlaganman. Hamma narsani xohlaganman. No, meni hozirgi paytdagi men uchun ideal hozir munosabat bu faqat fikr almashish, faqat gaplashish. Men eshitishni o'zi o'rgandim erimni, erim meni eshitishni o'rgandi. Nimani tushundim shu, nima bir-birimizni o'shanda tushunishni boshladik, qo'llab-quvvatlashni boshladik. Men doim bunaqa deyman. Ayol bilan erkak uchrashdimi, demak ular bir-biriga o'zini faqat ichidagini aksini ko'rsatgani keldi-da. Faqat o'zini ichini ko'rsatadi. Hozir men nimagadir tushunmayapman, aytganingizdagida men birinchi o'zimni razobratsa qilishim kerak. Men hozir o'zim demayman, borib nimadir tushunishim kerak. Hozir paytda kurs bor, hozir paytda ekspertlik ko'p, hozir paytda hamma narsa informatsiya ochiq dostupda. Mana biz ham hozir YouTube'da berayotgan narsamiz, podkastimiz bu ochiq. Qo'lda hayotning ishlaydi. Lekin prosta odamlar bilasizmi, bu narsaga nimaga kira olmaydi, nimaga kursga kelish kerak, nimaga konsultatsiya, nimaga coachga kelish kerak. 1, 2, 3, 4 payetapni bizda instruksiya yo'q. Chunki bu bilimlar qachondir bu vashsha bo'lmagan, umuman bo'lmagan. Keyin ras bizga oldi berildi. Informatsiya ko'payib ketdi. Uni eshitdim, Shahnozani eshitdim, Nilufari eshitdimmi, yoki Sevarani eshitdim degan bo'lib qoldi-da. Shuning uchun hozirgi paytda hamma o'zini bab odam o'zi ustozi bo'ladi-da. O'sha ustoziga yondashadi. Misol uchun kimdir sizga keladi, kimdir Nilufarga keladi. Любом случае o'shandan javob topadi-da. Bitta yana bitta sovg'a podkast bo'ladi sizlarga. Ajrim mavzusida hammani yoqadigan mavzu. Like, kommentlarni ko'paytiringlar. Agar bizga kerak bu mavzu desangizlar, yana bitta zo'r podkast tahlilimiz. Sababi ana shu munosabat yonadigan vaqtda borku, ajrim shunda turadi-da o'rtaga. Uni bilasizmi? Hamma ham ongli hal qilib keta olmaydi. Shu ajrim ham bo'lmaydi o'rtada. No, ketdi shu bilan. Juda oson. Ham qiyin narsa, ham oson narsa. Shoshmay aytib qo'ymang. Podkast yozinglar. Kerakmi podkast, qizilmi? Bitta narsa ayting, qarang, ayolning diqqatida juda katta kuch bor-da. Hozir siz aytganingiz, shu to'g'ri narsani gapirdingiz. Tushunmovchilik nimaga? Bir-birini tushunmagani uchun o'tda muammo paydo bo'ladi, tushunmovchiliklar bo'ladi. Bir-birini gaplashib, ya'ni aytolmagan, so'ch men xohishimni gapirmasam, azvuchit qilsam, u bilmaydi. Uni xohishini azvuchit qilsam, men bilmayman. O'tirib gaplashish bu munosabatni yuqori darajaga olib chiqadi har doim. Nima tema bo'lsa, pastel temasi bo'ladimi, uy temasi bo'ladimi, pul temasi bo'ladimi, o'tiring, ochiqning. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, meni ichimda o'sha kichkina minus paydo bo'ldi. O'sha paytda distansiya saqlash nimaga aytayapman? Diqqatimni o'shanga qaratmay, ozgina o'zimni uzoq anaqa qilaydi, chunki bor narsani ko'paytiraman-da. Men qayerga qarayotgan bo'lsam, o'sha paytda iloji boricha qanaqadir vaqtda, momentda uzoqlashishga diqqatimni undan olib turaman-da. O'zimni ichimda mashinamiz nimaga paydo bo'lyapti? Men o'zimni o'sha kichkina men o'sayotganini ham o'tdim. O'sha. Lekin aytganingizdek, mana shu bir-biri bilan gaplashish munosabatlarni umuman boshqa urovingga olib chiqadi. Demak, siz hozir bir fishka aytdingiz-da, mana shu joyda ko'pchilik ayollar mana shu munosabat kirishib o'rtada janjalga yoki nimagadir yoki sevgiga chuqurlashib ketib qoladi, yana betda o'zi qolib ketadi. U pulga ham ta'sir qiladi. Siz aytmoqchisizki,
mana shu qanaqadir chalkashlik sezishni boshladingizmi bu sizni praktikangizga ko'ra sal bir muddat nima deydi mana bu narsada har doim bizani anaqalarimiz misol uchun erkak kishi bilan yoki munosabatlarda minus bo'lyapti. Har doim u taraf bilan aloqasi bo'lmaydi-da. Meni ichimda nimadir bo'lyapti. Men o'tda deb o'ylayman, ammo o'tda emas, men bitta. Yaxshi qarash kerak emas. Men bitta bo'ladi. Aks ettirish qonuni shu orqaga qarab olamiz o'zimizga. Oynada. Birinchi barcha olishingiz kerakda. Men kimman deganimda ota-onamga qarab ishlayman deganimizda, misol uchun o'sha o'tmishimizdan ishlaymiz. Demak, hozir men nimagadir ishonmayapman, men o'tmishimda yashayapman. Qanaqani aytdinglar boya travmalardan o'tadi-da, lekin travma bilan rivojlanib ketadi-da, lekin faqat pastga tushadi yana deyapsizlar-ku, mana ortga qaytadi. Bu narsa bilasizmi, ko'pchilik yolg'iz ayollarga xos-da. Travmasi bilan o'sgan, o'sha yo'q deylik-da, mana er bilan munosabat gaplash deyapti. Bu yerda masalan bizani ersiz ayollar ko'rayotgan bo'lishadi. O'zini ustida ishlab, to'g'ri ishlab, topganda mayli hozir deylik nimadir bo'lib tushib turgan bo'lishi mumkin-da. Nima qilsam ekan deb ham bosh qotib turganlar bo'lishi mumkin-da. O'shalarga nima desak bo'ladi? Xuddiki pul topfatdi, kuchli ayolga aylandi. O'sha hafsalasi ham pir bo'lgandir masalan. O'sha pul topmayapti. Mana boshliqqa tushib qoldi. Oxiri o'zi bo'shliqda. Mana shu eng zo'r. Eng shirin joyi shu ayol kishi shunga tushishi kerak. Tushishi kerak, o'tishi kerak. Chunki qarang, u ham bunaqa deb o'ylaydi. Hozir agar ayollarga aytsangiz nima muhim desa pul deyishadi. Demak, pulni topib olish kerak. Aslida pul emas. Pulni topib olish kerak. Boya aytganingizdek, u muhim. Uni mana misol uchun odamlar bilan ishlaganingizda nima his qilyapsan desangizchi, u o'zini o'tirib olib tarixini aytib beradi. Og'rig'ini aytib beradi. Hissi umuman bilmaydi-da. Qo'rqyapman, yig'layapman, xursand bo'laman, umuman bilmaydi, tanimaydi. Hozirgi siz aytayotgan moment eng klassni, eng zo'r payt. Prosta mana shu joyda уже qaytadi. Xafaman deydi. Уже qaytadi. Mana shu bo'shliqqa u nima pul bilan qaysi bo'shlig'ini to'ldirmoqchi edi. Mana to'ldirdi. Mana tam oldi, tam mashina, uy, biznes nimadir qildi. Tim bo'li hozirgi ayollar, qizli ayollar ham emas. Qizli buni ko'ryapti onasidan, oilaviy sharoitini ko'ryaptimi, ular hali erga tegmasdan turib, уже shuni tanlashyapti. Уже ular er xohlamayapti. Уже ular munosabat xohlamayapti. Chunki o'zim pul topsam, Shunaqa qilaman. o'zim mashina olsam, o'zim hamma narsa qilsam, ehtiyojimni o'zim qondirsam, nima qilaman men erni deyapti-da, уже shunaqa yashashyapti. Demak, hozir u nimadan gapiradi? Og'riqdan, ota-onasining og'rig'idan. U ayol kishi agar eri bo'lmagan bo'lsa, demak, u o'zini ota-onasi bilan og'riqlari bor. U demak o'zini og'riqlariga tushishi kerak. Esdan yana 60 ga qaytishi kerak. Yana 60 ga qaytib, yana 60 ozgina tahlil qilib oldiga qaytishi kerak. Demak, qarang, o'sha travma u o'stirib oldi, uni kuchini borligini ko'rsatib oldi. Endi o'sha kuchiga ishonchini yana ham mustahkamlasa, tasavvur qiling, pul topadi. Bo'shlig'ini misol uchun yopdi, angladi. Endi o'sha bilan qancha odamlarga zo'r yordam berish mumkin. Вообще zo'r yordam. O'sha ongli juda kuchli podkast bo'lyapti. Oldin o'tib olish kerak-da. O'sha qaytib ishlab olish kerak. Qaysi bo'shliq joyini pul bilan yopdi, davlatda misol uchun mansabi bilan yopdi, har xil joylari bilan, diplomlar bilan yopdi-da, no baribir negizi qolib ketgan, ishlanmagan. O'sha yerga по-любому qaytadi. Asl ayoliga qaytadi. Любом случае. Bu yerda biznes lidilarimiz ham borlarda, aynan pulni ichida yuradigan insonlardan ham bizga uchun qiziq. Mana shu ko'p shu gap eshitaman-da, ayniqsa turmush o'rtog'imdan ko'p eshitardim. Pulga hurmatda munosabatda bo'lish kerak, taxini taxiga qilish. Mana shu pul deymiz-ayu, no, shuni mohiyati haqida sizda qanaqa ma'lumotlar bor? Ile mana kashelyok ayollarga juda qiziqda bu kashelyokki, masalan, tartibi haqida yoki juda nima ma'lumotlar bilasiz? Biznes sifatida. Men lekin o'zim hech shunaqa yaxshi ko'raman. O'zi bilib borib, men birinchi o'zi asosiy soham buxgalteriya bo'lgani uchun ham o'zi aytishadi, hamma pulni buxgalterlarda turadi deydi-ku. Bilindi. Buxgalterlarda taqsimlash. Lekin shunaqa deysiz, meni o'zimni oldim keladigan 80-90% ayollar bor-ku, aytadi, nima keladi bilasizmi? Men buxgalter bo'lsam boy bo'lib ketaman degan maqsadda keladi. Men borsam zo'r bo'lib ketaman, buxgalter bo'lib katta pul topaman degan maqsadda keladi.
Ha, mumkin, topish mumkin. Faqat Hop. bitta narsani xohlashadi, nima bilasizmi? Kelishadi, siz o'sha 5-6 oylik kursingizni o'qishadi, xuddi sizni tajribangizni xohlashadi. Sizdek bo'lishi, menga kelganda bir xil shogirdlar aytadiki, "Manmi 3,5 million oylikkami?" U endi boshladi yo'lni. O'sha nuqtani o'zida turibdi. Manmi sizda o'qibmi? Yo'q, men kamida 6-7 million oylik olishim kerak. No, bo'ladi, qaysidir vaziyatda chiqadi. Meni o'zimda bo'lgan misol uchun, shu bilimlarni yig'ib olish uchun pulni chetga surib turgan vaziyatlar bo'lganda, chunki o'sha kerak bo'ladigan bitta etap bo'ladi, shunga chiqish. Lekin bilmadim, shu buxgalterligimga ham boshqaganmi, boramanmi yoki o'zi xuddi shunaqa narsami? Bular aytganlaridek, xuddi pulni taxtaxiga, mana bu gulini-guliga qilib taxlashni yaxshi ko'raman. Mana shu aytaymi bitta narsa. Ayting. Mani sumkamga kirsangiz yo'qolib qolasiz. Qamalarda borligini. Pullar xo so'm bo'lsin, xo dollar bo'lsin. Mana shu narsaga men umuman qaramayman. Umum kimdir shunga ishonadi, zo'r ishlab beradi. Endi ishonchiga. Men shunga ishonmayman. Men uchun ishlab bermaydi. Oddiy Men ishonch. o'zimga o'zim yarataman qoidani. Men o'zimga o'zim yarataman, men xohlayotgan narsam. Nimaga siz aytayotgan qiz ham o'sha narsaga chiqa olishi mumkin ishonchi qadar. Agar ishonchi turib bersa, 100% chiqa oladi. qarang, men bu aytgan narsalarchi hurmat bilan bog'liqda. Hurmatni tashqaridan qilib keyin his qilish bor. Siz misol tashqaridan Men his qilsam bo'ldi. Ammo ko'p yo'q, men даже hurmatga emas, ishonchga qarataman. Ishonch. Hurmat u boshqa narsa. Agar misol uchun men hurmatni bitta men rosa yaxshi ko'raman pulni. Ishonchda qanaqa qarayapsiz? Ishonch deganingizda. Mana misol uchun men bu narsani rosa ko'p o'qitdi sinaganman. Mana siz ham doktorsiz-ku, da? Sohangizga misol uchun sizga klient keladi, mijoz keladi, siz aytasiz, "Men dorini ichishim kerak, buni qilishim kerak." Ha, desanda ishlaydi deysiz. Misol uchun agar bu dorini ichmasang, senda bu ketdi, da, побочкаlar. Agar men doktorga borib, "Men narsani qilishing kerak, chunki agar uni orqasida men kasallik bo'ladi" desa, men o'shanga ishonsam, men u kasallikni tortib olaman. Men rostdan tortib olaman. Chunki men aytaman, "Aha, men dorini ichmadim, men bu narsani doktor degan edi, qildim." Men yomon narsa bo'ladi deb tugatmayman deb gapirdim. Tuzalasan deb tugatdim. Yo'q. Bir xil doktorlar bilasizmi, yomon qiladi deb. Ko'p ko'rgan. Bosim bo'ladi deb, chunki Juda bosim, ular kuchli bosim, ular to'xtatadi. qarang, mana bunaqa narsa. Ular hech qachon yomonlik tilamaydi. Sizni oldingizga patsient keldimi? Ha, patsient keldimi? Baribir любом случае yechim berishni xohlaydi. U o'zining ishini bajaryapti, to'g'ri bajaryapti. Misol uchun to'g'ri, agar men shu dorini ichmasang, doktorga bormasang, ertaga u nimadir bo'lishi mumkin. Agar men shu narsaga kirsam, men 10 yil yurganman shuncha, ishonasizmi? 10 yil doktor yurganman. Bir kuni menga bitta doktor aytganki, "Bo'ldi qilasanmi?" degan. "Sen soppa-sosan ket" degan. "Bo'ldi qilasanmi?" degan. Mana shu narsa meni miyamda qolib Joyida. Bo'ldi, men o'zim meni aytganim bo'ladi. Men misol uchun dori ichaman. Agar o'sha narsa dori ta'sir qiladi desam, ta'sir qiladi. WhatsApp. Da, tuzalaman desam, men bez dorini ichganimda ham, lekin men tuzalaman desam, menga shu narsa ishlab beradi. Chunki meni ishonchim qadar turadi bu narsa. 100%. Men orqaga qaytib ketsam, demayman qaysidir, u bezgangimga, iqrorligimga, qo'rquvimga tushib qoldim degan, men o'sha yerda yashayotganimni tushunaman-da. Nima qatdan tushunaman? Atrofim menga ko'rsatib beradi yoki tanam ko'rsatib beradi yoki kasalligim yoki reaksiyam ko'rsatib beradi. Demak, munosabatlarda Munosabat bilan ishonch. Kuchli savolda bir mana siz duh bo'yicha kuchli ekspertsizda. Mana boshida ham bizga aytib o'tdingiz, nimani o'zingdan katta ko'rsang, bu juda важныйda, u narsa senga kelmaydi degan fikrda. Mana shuni bizga kengroq yoritib bering, kengroq ochib bering. Mana aytayapsizki, mana kasallikni ham o'zing undan kichkina ko'rib yursang, cho'zib ketishi haqida, shuni pul bilan munosabat bilan bog'lab bizga kengroq. Qanaqa bunaqa nimada bog'liq? Mana siz o'zingizga, tashqi ko'rinishingizga qaraganda yoki turishingiz, ko'z nigohlaringizdan o'zi ishonch seziladi-da. Insonlar sizga ishonib pul bergisi keladi-da. Bu qanchalik muhim? Qarang, meni odam kelib menga misol uchun kam pul bersa, men xohlagan pulimni bermasa, demak u meni qadrimni ko'rsatadi. Misol uchun yoki kimdir kelib menga deydi, "Sen siz bilasiz nimaga loyiqligingizni", lekin u sizga umuman past darajangizni ko'rsatib beryapti-da. Siz aytasiz, "Men bunga loyiq emasman-ku, men bundan katta narsaga loyiqman-ku", deysizmi? Demak, u sizga hozir o'zingizga ishonchingiz yo'qligini, qo'rquvingizni ko'rsatib beradi. Men nima qilganman? Men faqat o'zim ustimda ishlaganman. Qachon men shu qo'rquvga kirdim? Necha yoshimda kirdim?
qachon bu narsa men uchun muhimroq, kattaroq, qachon odamlarning fikri men uchun kattaroq bo'ldi, qachon men uchun misol uchun buni kiysang yarashibdi, kiymasang bu rangi senga yarashmabdi, ya'ni boshqalarning fikriga kirishni qachon boshladi? Qaytaman. Men o'shani qaytib, o'sha yerdan fikrimni to'g'rilab turib, hozirgi ongimga qaytaman. Texnikada eng yaxshisi shu deymiz. mana shu narsaga muhimligimizdan nimani muhimligini oshirib olsak, o'sha narsa bizdan uzoqlashadi. Natija uzoqlashadi. Kimni muhimligini, nimani muhimligini oshirib olsangiz. Sizda mo'shli praktika borda. Masalan, deylik, sizni $1000 qarzingiz bor. $100 pul topasiz. Xo'p, $1000 sizga nima bo'ladi? Katta problema to'g'rimi? Qayerdan men $1000 to'lashim uchun men 1 yil, 1,5 yil ishlashim kerak. Bu qanaqalarim ham bor. Endi qarzingiz katta, siz kichkinasiz. Mana shu praktika qilasiz. Ya'ni o'sha qolipdan, o'sha ramkaning ichidan chiqasiz. Tasavvur qilasiz, siz $10,000 pul topasiz yoki bo'lmasa $20,000 pul topasiz. Hozir qashligingizda $20,000 pul bor, $1000 qarzingiz bor. Qanaqa qaraysiz? Qarash sira o'zgaradi, tushunasizmi? Xuddi shunaqa munosabatlarda ham eringiz bilan munosabatingiz yomonmi yoki partneringiz bilan munosabatingiz yomonmi? Sizni unaqa qilmayapti, hurmat qilmayapti, qadrlamayapti, sevmayapti, rolingizdan chiqasiz-da. Pul topadigan, o'ziga ishongan, seksualniy ayol anaqasiga kirasiz. Mishleniyasiga kirasiz-da, bitta o'zingizni his qilib olasiz o'sha yerda. Eringizga bundoq qaraysiz. Ya'ni rolimizdan bitta katta tepa rolga chiqib ko'ramiz. Faqat buni hamma uchun qilolmaydi shunisi. Uni borib his qilib, o'shani ushlab qolish ham bu ham bitta nima-da. His qilolmagan taqdiringizda ham ushlab qolmagan taqdirda ham urug'i keldi. Holatda, o'sha holatni his qilib olishingiz kerak-da. O'sha haqiqatan holatda urug'ini ekib olish kerak bo'ladi. Yo'da hamma kuchli mutaxassislar mana shu joyda bir qisqa bir holatni aytib o'tib ketmoqchiman. Kuchli holatni aytib ketmoqchiman. Pul topish, hamma bilimlarni bizga o'rgatishadi, bilasizmi? Men doim ona sifatida ko'p qarashga harakat qilaman-da. Menga omonatda ular farzandingizni ko'proq muloqotga o'rgating. Shuna ko'p qiynab pand yeganman-da. Davay, pul bu nimadan keladi? Mana bilamiz, travma hamma narsa, o'shalarni hal qilgandan keyin ham nimadan keladi? Mana konsultatsiya o'tamiz, bu ham muloqotmi? Gaplashamiz, muloqotmi? Mana buxgalteriyada hamma narsada gaplashasiz, muloqotmi? Farzandga, o'zimizga hamda ko'proq nima? Отношения, muloqot uriladi, suriladi. O'shanda ana samatsenka hammasi ko'proq aytadi-ku, hamma narsa mana bu joyda to'qnashuvda sodir bo'ladi deyiladi-ku. Shunga ko'p juda hurmat qilaman-da shu mulohazani. Kimda fikr bo'lsa davom ettiramiz, yakunlaymiz. Qarang, yana bitta narsa bor. Biz hozir mana ko'rayotgan ayollarni ham ko'pi aytadi, eshitganmiz, bu mavzularda ko'p narsalar eshitganmiz, lekin bizda ideya bor. Bizda deyapti, lekin pul yo'q, uni moliyalashtirish uchun deydi, to'g'rimi? Ideya bor. Xohlayapmiz, biz ham shu etaplarga ko'tarilish xohlayapmiz. Bo'layotganlarda kimni tinglashni ham ajratib oldik deydi. Lekin shu biznesga kelganda biznesni qayerdan boshlab, qanaqa yo'lga qo'yishni bilmaymiz, deyotganlar ko'p bo'ladi-da. Ha, qo'rquv aytadi. Men hozir deydi, mana o'zimda ham bo'lgan qo'rquv. Men hozir shu narsani gapirsam deydi, mana men bepul darsda yozgim keladi. O'shanda men hozir shuni gapirsam, bo'lmasa-chi, mana aqlliroq odam chiqib, "Yo'samamtini noto'g'ri gapirding" deb qolsa-chi, yokida men misol uchun mana polofabrikatlar chiqarmoqchiman. Buni qilsam-da, meniki hammakiga o'xshamasa-chi degan qo'rquv bo'ladi-da, shuni bosib qo'yadi. Yokida aytadi, "Bugun boshlamay, ertadan boshlayman" deydi. Ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Lekin hamma pul xohlaydi, hamma 100% pulni xohlaydi. Pul topishni xohlaydi. Keyin ozgina muddatdan keyin o'zgarganingizdan keyin pul topayotganingiz ko'rinadi-ku, baribir ko'ringandan keyin havasi keladi. Shunaqa bo'ladi, o'zingiz o'sha men bo'layotganlardek katta rolga sekin-sekin chiqayotganingizni ko'rasiz. Lekin aytolmayman, shular so'rashadi-da, mana qayerdan boshlashni bilmaymiz deyishadi. Qayerdan boshlash kerak? Ha, komfort zonadan chiqishga kelmaydi miyani. Tashqari qo'rquvli ko'rinadi, "Lutfman bu yerda yaxshi o'tiribman" deydi. Ertaga qilaman, indin qilaman, hali tayyor emasman. Mani gapirishsa-chi, so'ksa-chi, yomonlasa-chi bilan o'tiraveradi. Ustozlar aytishadi, "Ano, qiyin keldim, tur qil, bo'ldi." Tuppa qilish kerak emas ishda. Da, просто qil. Ochiladi. Da. Eng muhimi maqsad aniq bo'ladi. Yoki o'xshaydi, yoki tajriba bo'ladi. Men nima qilganman bilasizmi? Videoga chiqishdan qo'rqardim. Men eng katta travmam
bunaqani oldiga Qo'rqib chiqish, bo'lgan. auditoriyani oldiga chiqish, gapirish eng katta travma. qarang, Man shu faqat jozibali gapiraman. ayol bir paytlar qo'rqqanligini Fikrimni qarang-da. bildira olmaganman. Nima qilganman, Voобще. boshqa qanaqa qilganman. Videolarim, u payt montaj bo'lmas edi. Yoqmaydi. Yoqmas edi, o'chirib tashlardim, keyin video olardim deb ko'rmas edim. Qanaqa gapirdi. Shunday YouTubedan boshlaganimda, shunday YouTube'ga joylashtirdim. Eng zo'ri O'zingiz ham uyalaman. Rostda ko'p videolarni shunaqa qilganman. Olaman bo'ldi, ko'rmayman. Bu xatdan kelgan, bilasiz, bu xatdan kelgan narsa, men to'yga borardik, to'yda hammamizni olardi videoga, keyin u kassetasi yoki anaqasi disk chiqqandachi o'zini ko'rmaslikka harakat qilardi. Bu narsa hammadan o'tgan deyman-da. Xizmat chiqib qolgan joyda teskari qarab turaman. Shunaqa narsa bo'lganda. Lekin o'tlaganman. Sevib qolishingiz kerakda, durishingizni, o'zingizni, ko'rinishingizni boricha qabul qilishingiz kerak. Kech men bu etapda men ham o'tganman-da. Kecha endi o'zim dars o'tdim-da, darsimni montaj qildim. O'zimni darsim esimdan chiqib qolibdi. Men gapirayotganimda, men gapirayotgan gapimni anglashga Yana olib, xuddi men ustozda eshityapman-da, to'g'rimda, bu men emasman-da. Voy, men bitta narsa qilgan ekanman. Zo'ra. Qarang, o'shanda menga g'oya keldi. O'shanda men administratorimga sразу yozdim. Keyingi g'oyam уже mana turibdi deb planimda. O'zingizni sevib qolishingiz kerak. Men ham shunaqa. Sizlar shuni sezaman, просто O'zimni sezaman. turishimni eshitolmasdim, o'zimni qabul qilolmasdim. O'zimni videoda ko'p anaqa qilardim, kritika qilardim, ko'rinishimni kritika qilardim. Men misol uchun o'zimni informatsiyamni yetkazishim uchun qanaqadir darajaga chiqishim kerak degan narsa odamda ko'p. Mana shu narsa tashvishlantiradi. Siz aytayotganingizdek, men hozir zo'r ekspert bo'lishim uchun qanaqadir darajaga chiqishim kerak. U chiqib bo'lgan уже. O'sha darajada Lekin chiqish o'zini kerak. o'zi qabul qilmaydi. Da. Просто u hali o'zini boya aytganimizdek, menini yaxshi bilmayapti. Faqat programmasida yashayapti. Aslida biz past, uzun, kaltak degan narsada yashamaymiz. Yaxshi, yomon, to'g'ri, noto'g'ri degan narsada yashamaymiz. Hammasi tajribani qo'lga aytganlardek. Demak, kimdir agarda biznes boshlamoqchi bo'lsa, hozirdan pul topishni boshlamoqchi bo'lsa, shunchaki qilib ko'ringlar. O'xshasa Boshlash ham, o'xshamasa ham. eng Faqat shunchaki boshlaylik. Qadam tashlash varsiz. Bor biznesga Keyin ajrim mavzusida bizdan podkast xohlasangizlar, o'sha kuchli ekspertlardan bunaqa kamdan kam bo'ladi. Like, kommentlarni qoldirib ketamiz. Rahmat hammaga.